jihatini qonuniylashtirsin va hech bo'lmasa. Bugungi kontentimizda do ijobat emasligi yoki do ijobat bo'lishini haqida gapirib bergan edim. Ana do ijobat bo'lmasligi yolg'onchi odamlarni yolg'on gapirishi, unga chapga borib 10 yilda ham ijobat bo'lmasligi haqida aytdim. Do'ni tez ijobat bo'lishi 10 daqiqaga qolmay ijobat bo'lishi haqida gapirdim. Bu tikka halol yashaydiganlar, to'g'ri so'z odamlar. Ana hozir bizda sirk tomosha ko'rsatayotganlar juda ko'p bo'lgan. Barcha millatlar ichida men aynan bir kishini deb aytmayman, ko'p. Bu barcha shu tomosha qo'yadigan, sirk tomosha qo'yadiganlar haqida ketadi gap. Vaqt davomida odamlarga kasallik keladi. 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil va hokazo. U o'sha yotoqlik bo'lgan yoki nevozможно kasal bo'lgan imkonsiz kasallarni bitta kasalligini 5 minutga tap qilib davolab turib tiklashni umuman imkoni iloji yo'q. Umuman yo'q. Chunki vaqt bilan kirgan narsa vaqt bilan chiqadi. Bu oddiy misolda aytaman, yeyilgan ovqatni hazm bo'lishiga vaqt kerak. Tibbiyot jihatidan ham olingan osma kapelnitsa ukollarni ham so'rilishiga vaqt kerak tanaga ta'sir qilishi uchun. Bu qanday qilib bo'lishi mumkinki, tanaga ko'rsatilgan ta'sir 1 daqiqani yo 10 daqiqani ichida o'sha yerni o'ziga shu yillar davomida yig'ilgan kasallik tip etib uchib ketsa, bu o'zini payg'ambarga tenglashtirish bo'ladi. Men bu Iso payg'ambar, Iso ruhulloh yoki Muhammad payg'ambar yoki boshqa payg'ambarlar shu ishni qilgan. Chunki ularni Alloh bilan birlashish, ulardagi ruhini, nuridagi kuchli ilm va qudratlar bo'lgan. O inson u narsaga qodir emas. Qodir emas. Lekin muhtoj, ehtiyojlikni qarang, minglab, yuzlab odamlar o'shalarga kirib boryapti. Bu narsalarni qonuniylashtirishga ehtiyoj katta. Lekin menga qancha dushmanchilik bo'lganga, meni mошенничество qilib, menga hujjatlashtirib, o'ta xavfli retsivist qilib qo'ydilar. Bu nima uchun? Mошенникlarni ko'paytirish uchun bo'ldimi bu? Va menga hech qanday imkon berilmadi, hozirgacha berilmayapti. Men bu ilmlarni qonuniy va haqiqiy holatini aytib beryapman, ilmiy jihatlarni aytib beryapman. 1 daqiqaga bu narsani o'zini faqat payg'ambarga tenglashtirishga teng keladi va boshqa narsa deb tushunmayman. U narsani inson zoti qila olmaydi. Misol uchun jin chiqarishni ham ko'rsatib beraman. Menda ham jihozlarim bor. Ana jihozlarim ham ko'rsatib o'tiladi. Lekin jin chiqarish ham tanaga qon bilan singib ketgan jin bo'ladi, shaytonlar bo'ladi va hokazolar bo'ladi. U narsani ham chiqarishga определенный muhlat kerak bo'ladi. U muhlatda u jinni tanadan chiqaradigan va uzoqlashtiradigan vaqt bo'ladi. Eng kamida 3 kun, 7 kun va hokazo va hokazo va hokazo. Lekin bundan tashqari u narsani qilib biladigan odamlar ko'z qilib YouTube'larga chiqarib reklama qilmaydi. U narsani yuki shunday og'irki, bitta odam bitta katta fura tonna yukni o'ziga yuklab, tort oldinga qarab siljib tortganday u muammoni yukni olib chiqib tashlaydi. U narsa hazil emas, tanadan jinni, shaytonni va hokazolarni chiqarib tashlash. Buni o'yin qilib yana tomosha ko'rsatyapti bular.